Ben saqchining yanımga kelishini kütüp, maşinaning aynigini tushirdim. Saqchi keldi. Xonim, sizde bir mesele ko'rilmagandi? Dedi saqchi menga harbiycha salom bergandan keyin. Shundaq saqchi efendim, menda mesele ko'rildi. Bir haftadan beri og'rib uyda aram elayotgan edim. Bugun Analar bayrami munosabati bilan bir do'stimni yo'qlab ketayotgan. 2 qatim yo'ldan ezib qoldim. Sel jiddiyleşip qalgan o'xshayman. Beshim qiyotidu. Mashinani tez suratli yo'lda kontrol qilishimga ko'zim yetmadi. Shunga qatnash qonunda o'rganganlarim bo'yicha mashinani bu yerda to'xtatib, birdam aram elib olay degandim efendim. Men qasdan qatnash qonunini tilga oldim. Demisimi, men Amerikaga kelgandan keyin shoferlik kinishkisiga qayta-qaytalab 2 qatim imtihon berish jarayonida Amerikaning qatnash qonunini suvdek yodlab chiqqan edim. He, mundaqdan. Undaqda men sizga doktor mashinasi chaqirib beray. Hojati yo'q efendim. Balkim birdam aram elib olsam, yaxshi bo'lib qolaman. Undaqda men xonim. Siz bir hafta zukam bo'lib yetibsiz. Bundaq ahvolda siz aslida mehmonga emas, doktorxonaga berishingiz kerak edi. Saqchi mening yoq deganim bilan kar bo'lmasdan telefon berib doktor mashinasi chaqirdi. Bir minut qolmay doktorning 911 nomerlik jiddiy qutqizish mashinasi ko'z oldimda paydo bo'ldi. Mashindan chiroyli oqsayriq kelgan bir yosh qiz bilan yana biri oq pishmoq, xamsimiz bir erkish tushdi. Ular mashinamdan yeniq kelib, bir tarafdan mendan ahvol so'rg'ach, yana bir tarafdan mening qon besimimni ve yurak silishimni tekshirdi. Andın ağzımga termometr silib, beden temperaturimni tekshirdi. Bu tekshirishlarning hammasi men mashinada o'tirgan holatda elib berildi. Sizning qon besimingiz meningkidan yaxshi ekan, dedi simiz oqpishmoq kelgan iliq jiddiy qutqizish xodimi chaqchaq talaffuzda. Agar siz bearomlik his qilayotgan bo'lsangiz, biz sizni hozir doktorxonaga olib borsaqmi bo'ldi. Buning uchun siz qo'shilishingiz kerak xonim. Rahmat sizlarga, dedim men u kishining samimiyatidan ta'sirlangan holda. Biroq men bugun doktorxonaga borolmayman. Balkim birisi kelib, mashinani haydab, meni bordigan joyga olib qo'ysa, shuli kifoya qilar. Shunday qilib, doktor mashinasidagilar bilan saqchi xodimi o'zaro fikr almashtirib olgandan keyin, doktor mashinasini haydab kelganlar menga salomatlik tilab ketib qoldi. Andin saqchi xodimi enimga kelib, mening hozir mashina haydasam bo'lmaydiganligimni eskartdi. Men uning fikriga qo'shildim. Andin saqchining oldida men mehmonga bormoqchi bo'lgan uyga telefon qildim. Do'stim o'g'lini avatadigan bo'ldi. Do'stimning o'g'li bu joyning adresini so'radi. Men uningga to'g'risini deb beramadim. Va saqchidan yordam so'rab, telefonni uningga tutqizib qo'ydim. Do'stimning o'g'limi telefonda saqchi efendim bilan nihoyat adabli so'zlashdi. Ve men hozir mashina to'xtatgan o'rinni to'g'risi bilan bilib oldi. Saqchi efendim bir kishining menga yordam qilish uchun bu yerga cho'qim keldiganligiga ishongandan keyinla, andin mening Analar bayramimni tabriklab, menga xushallik tilab ketib qoldi. U menish oldida menga bir yirish qog'ozlarga qo'l qo'ydirgandan keyin sayr rangli bir varaq qog'ozni menga berdi. Bu sotning chaqirig'i edi. Uningda men bu hikoyamning dastlabida bayon qilib o'tgan sotga chiqish o'rni va vaqti haqidagi uchurlar bor edi. Uningda yana agar sotga kelishni xohlamaganlar uchun jarima to'lash aloqalashish telefon nomerim bor edi. Bu sot chaqirig'imi efendim? deb so'rdim men mayuslangan holda, yiliqi sayriq rangli qog'ozni tutib turib. Shunda xonim, dedi yiliq saqchi adab bilan. Agar sotga berishni xohlamasangiz, mau tor orqali yoki mau telefon nomeri orqali jarimasini to'lsangiz bo'ldi. Bu mening Amerikaga kelgandan beri tunji qatim mashina haydab sotga chaqirtilishim, dedim men ko'nglim yerim bo'lgan holda. Meni kechiring xonim, dedi iliq saqchi xuddi xatolikni men emas, u sodir qilib qo'ygandek xijolatchilik ichida. U kundagi Analar bayrami to'liq ko'ngillik o'tdi. Ko'ngildagi do'stlarning hammasi bu yerga jam bo'lgan edi. Ko'ngillik Uyg'ur muzika
sadalari, dostimizning Amerikada tug'ilib, vatan tuprog'iga bir qatimmo dastlab baxmagan qizining vatanni kuylab, kishining yurak ta'rlarini chekkudek muңliq ovozda aytgan yiqimliq naqsh sadalari. Oxirida hammamizning hayajon ichida o'tirg'i tushib, samo usul o'ynab ketishlarimiz. O'xshagan Uyg'ur taomlari va sohibxonning qizg'in mehmon do'stligi. Mushlarning hammasi qo'shilib, boyqi yo'l ustida yuz bergan ko'ngil xashligini vaqtliq bo'lsa-mu, ko'nglimdan neriq qilgan edi. Sotdan chiqib etib, ixtiyorsiz ko'nglimda bir savol tug'ildi. Agar bu voqea Amerikada emas, vatan yuz bergan bo'lsa qanday bo'ladi? Balkim mening bu hikoyamni ko'ngil qo'yib o'qigan har bir kishining kallisidimi shu topda tabiiy holda yuqorqi savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. To'g'ri, agar bu ahvol vatanda bir odatdagi Uyg'ur fuqarosi bilan saqchi o'tirsida yuz bergan bo'lsa, buning oqibatini tasavvur qilib bo'lamdi. Bo'libmi, hozir qatnash saqchilariga rasmiltiq va o'zlari jinoyat gumondori deb qaragan har qanday kishiga hech qanday sotning hukmsizla o'q chiqarish huquqi berilgan bugungi kunda. Agar men sodir qilgan savalliklar vatanda sodir bo'lgan bo'lsa, qanday bo'ladi? Mening hikoyamga tugidi. Biroq yuqoridagi masalalar yo'g'on bir savol belgisini paydo qilib, yuragimni xuddi eg'ir bir tashdek besib turmoqda edi. Garchi mening vatandan ayrilganimga 6 yillar bo'lgan bo'lsa-mu, vatandagi chaqlarda Uyg'ur bo'lganim uchun duchor bo'lgan adolatsizliklar, tengsizliklar va xo'rliqlar yelimi ko'z oldimdan zotli ketmaydi. Shu azobli asmlar xuddi besigal hardek yuragimni to'xtamay hardab yarlantirib turadi. Shu azoblar yetmagandek, mushu xildagi azoblashlar musofirchilikda vatansiz bo'lib yashayotgan mushu kunlardimi o'zini millatning sarkardisi deb atavagan ayrim bir qism kishilarning bevosita va vositliq o'rlashtirishi bilan bu malla emas. Millat uchun un-tunsiz xizmat qilayotgan Erkin Sidiq, Abduvali Ayib, Aziz Aysa qatorliq nurg'ulg'an hurmatga sazovor kishilarning beshiq kelayotgan o'rtaq qismatlar edi. Mush xildagi xo'rlash butun Uyg'ur jamoatchilik ichida nomini sestishga, ziyolilarni o'z xalqidan ayirib etishga urinishdek, Xitoy hukumatining qo'ldan bevosita kelmaydigan bu xil azobli qismatlar bugungi kunda mening beshimga kelayotgan bo'lib, mendimi boshqalarga o'xshash nima qilarimni bilolmay, gangirab ko'zlarimni chekchaytganimcha hayronlik ichida qarab qilishdan boshqa amalim bo'lmadi. Chunki ana shu tuhmatxo'rlar, ruhiy zaypanalar mening Uyg'urim bo'lgani uchun bularning ustidan sotqa arz bergili bo'lmaydi. Bularning qilmishlari odam qalbidan chiqib ketgani uchun ularni kechirgili texim bo'lmaydi. Bu insonlarning razilligi ular o'zlari og'zidan tushirmay tillab yuradigan Xitoy mustabidchilaridan zodli qilishmaydi. Xitoy mustabidchilari odamni miltiq bilan, tayoq to'qmoqlar bilan o'ldirsa, bu ro'yi zayponilar odamni tuhmatlar bilan, qo'ldagi sesiqlar bilan, Uyg'ur qarindoshlar o'tirsiq sog'an tugmas ziddiyatlar bilan, xalqaroliq telefonlarda butun dunyoga harmay taqtadigan fitna fasodlar bilan ziyolilarimizning zehnini xo'rtib, vatan millatning xizmatidan o'zini jiroq qochiradigan holga keltirib, oxirida hammalarni bir-biridan qo'rqadigan, bir-biridan gumonlanadigan holatga keltirib, buruqtumliqda ularning ruhini va tan salomatligini nobud qilmoqda edi. Bugungi kunda Uyg'urlar o'zlarining ashu nodon sarkarlar tarafidan o'z ziyolilaridan iborat yo'l boshchilaridan ayrilgan, nima qilayotganini bilmaydigan, nega qarab ketayotganini anqiramaydigan bir to'p haqiqiy poditsiz bo'lmagan qo'ylarga aylantirib qo'yilmoqda edi. Poditsiz bo'lmagan bu qo'ylarning borar joyi faqat qassobxona bo'lmoqda xolos. Biroq tarix har bir insonning qilgan atganlarini hargiz unutmaydi ekan. Al qisosi minalaq degan so'zga ishonmay hargizmi mumkin emas ekan. 2016 yili 6 oyda Amerika Washingtonda yozilgan.